Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun 2025-yil. Bekobod MFYda joylashgan 18-30 konturimizda ekilgan shollarni monitoring qilish jarayonidamiz. Sholalar chiqqan, o'sib chiqqan. Mana. Shollarimiz katta bo'lyapti. Bu yerga lider tadbirkorimiz Eko Interval MChJ biriktirilgan bo'lib, Bekobod MFYda joylashgan ushbu konturimizda 66 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. 15 sotidan. O'rtacha 15 sotidan to'g'ri keladi. Hozirda bular mineral o'g'it bilan va kimyoviy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilyapti. Ushbu konturimiz 10 gektardan iborat. 500 metrga 200 metr.